Prezident farmoni bilan 2026-yil 1-apreldan boshlab avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalarida naqd pulsiz amaliyot joriy etiladi. Xo'sh, bu yangilikni yurtdoshlarimiz qanday qabul qilishmoqda? Joriy yilning 1-aprelidan boshlab transport vositalariga yoqilg'i quyish shoxobchalari orqali aholiga neft, gaz mahsulotlarini sotish va elektrda harakatlanadigan transport vositalarini zaryadlash bo'yicha xizmatlarni ko'rsatishda naqd pulni qabul qilish tartibi faqatgina bank kartalari yoki elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshiriladi. Biz bugun viloyat soliq boshqarmasi matbuot xizmati bilan birgalikda haydovchilarimizning naqdsiz hisob-kitoblarini amalga oshirish borasidagi fikrlarini tingladik. 1-aprelda mana zapravkalarda naqdsiz pul muomalada bo'ladi-da, ya'ni siz kelgan paytingiz naqd pul to'la olmaysiz, faqat plastik karta orqali. Bu qanchalik qulay siz uchun? Men uchun qulay, kartaga olib yuraman asosan pullarimni. 1-aprelda mana endi zapravkalarga kirsangiz naqd pulsiz hisob-kitob qilinadi-da. Qanday qabul qilyapsiz shuni? Masalan, plastik yo'q. Noqulaymi? Ya endi taxlash kerak bo'lsa taxlanadi. Yo'q. Bu sizga noqulaylik tug'dirmaydimi? Yo'q, ko'pga kelgan bo'lgandan keyin qanday noqulaylik tug'diradi? Yaxshi bo'lsa kerak. Sizga noqulaylik tug'dirmaydimi? Unchalik ham noqulaylik tug'dirmaydi. Chunki plastikdan foydalanadi. Rahmat. Baribir karta bilan pul o'tkazish yaxshi. Juda ham sog'lom ham qulay. Men shunday o'ylayman. Shaxsan o'zingiz nima bilan hisob-kitob qilasiz? Hozircha naqd pul bilan. Keyinchalik qonunga qarab ish tutamizda. Siz odatda qanday amalga oshirasiz? Naqd pul bilan. Endi hozir plastik bo'lsa noqulay bo'lmaydimi? Qanaqa bo'lsa shunaqa qilaveramiz, farqi yo'q bizda. Ya'ni noqulaylik tug'dirmaydi. Yo'q. Albatta ushbu o'zgarishlarni haydovchilarimiz tabiiy qabul qilmoqdalar. Ta'kidlanganidek, naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish biznesda yashirin iqtisodiyotni qisqartirishga, shaffof faoliyat yuritishga zamin yaratadi.